Assalomu alaykum. Mana bizni yangi yaratgan robotimiz. Buyaniki bu signal beruvchi robot. Har bitta pozitsiyadan ishlaydi. Buni ishlash prinsiplari. Hop, birma-bir tushuntirib beraman. Bu likvidlikni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, asosan full negation, full pozitsiyalarda ishlaydi. Hamma time frame'da birdek ko'rsatib beradi. Hozir signal ko'pligini sababi bozorda range holati bo'lgan. Range holatida ham bozor ishlab bergan. Bu joyda buy berilgan. Buyimizni oddiy ko'radigan bo'lsak, buy berilgan nuqtadan yuqorigacha %97 punkt. Ya'niki 103 punkt ekan. 103 punkt yurgan. 1033 pips. Xo'p. Selni hisoblaymiz. Sel bergan nuqtadan to buy bergungacha bo'lgan joyi hisoblasak ham 1720 pips. Bu bozorda har doim ishlaydi. Bunga qo'shimcha qilib likvidlikni qo'shadigan bo'lsak, equal high, equal low larni hammasini ko'rsatib beradi. Ana shu pozitsiyaga borganda kuchli sel, kuchli buy'i ko'rsatib beradi. Hop. Buni misolini ko'radigan bo'lsak, hop. Mana bu equal high, ya'niki sel uchun bu joydan уже sel signal berdi. Sel signal bergandan keyin o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, $1300 pips, 1400 pips почти. Hop. Yana xuddi shunaqa equal high dan pastga qarab signal bergan, kuchli signal, ya'niki sel pozitsiyani ushlab tursa bo'ladigan holat 2000 pipsdan yuqoriroq. Xo'p, buni boshqatdan ko'rib chiqamiz. Equal high dan sel berdi. Toki buy pozitsiyaga kirgungacha 3000 pips. Ya'ni 326 punkt. Xo'p, equal low larni hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni yashil chiziqlarimiz buy uchun, qizil chiziqlarimiz sel uchun bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 700 pips. Bu M30 da ko'radigan bo'lsak, bir kun orasida 700 pips signaldan ishlagan. Ya'ni sel bergan, sel ishlagan, equal high, ya'ni buy uchun berilgan signal 600 pips. Ya'ni yana bitta equal high, equal low'imizni ko'radigan bo'lsak, signal berilgan yuqorigacha bo'lgani 150 punkt, ya'ni 1400 pips. Equal high dan berilgan signalimiz stop loss olgan, stop loss olgandan keyin pastga qarab ketgan. Har doim nima desa bo'ladi? Buni kamchiligi bo'ladi, chunki o'zimiz ham insonmiz. Biz o'zimizni algoritmimizni kirgizganmiz bunga. Shuni hisobiga bu ham xato qilishi mumkin. Lekin основной equal low, equal low dan hisoblaydigan bo'lsak 987 pips. Yomon emas. Buy berildi. Buy berilgandan keyin take profitimiz olindi. Undan keyin sell berildi. Berilgan sell berilgandan keyin to buygacha bo'lgan nuqtamizgacha 3000 pips. Buni tarixdan ko'rsak ham bo'ladi. Tarixda ham juda chiroyli ishlab bergan. Equal low. Aslida bu kuchli kirishlar uchun ishlatiladi. $1415 pips, ya'ni 141 punkt. Ya'ni yana equal low larni ko'radigan bo'lsak,
to sell pozitsiyaga kirgungacha bo'lgan holati 2000 pips. 280 punkt. Equal low high bergan, equal high dan ko'radigan bo'lsak, ming pips. Xullas, buni ishlash prinsipi shunaqa. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni Telegram akkauntimiz, Instagram akkauntimiz kirib bemalol so'rasanglar bo'ladi. Mutlaqo tekin. Bu ya'niki debutant bo'lganligimiz uchun bizning birinchi ishimiz, xudo xolisa manfaatli bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Ya'niki trendga chiqqan o'sha Gainza algo trading bo'yicha bo'ldi. Gainza ham juda zo'r ishlab bermadi, lekin Gainzani xatolarini to'ldirilgan holatda ishlangan. Ikkita indikator ham juda zo'r ishlab beradi. Ya'niki bir-birini poddeshka qiladi. Ya'niki likvidliklarni bildirib beradi hammasi. Va bu likvidliklar qaydan qaygacha borishini ham ko'rsatib beradigan indikator bu. Likvidliklar ishlasa avtomatik ular o'chadi. Yana o'sha equal lowga kelgan, yana yuqoriga ketgan, shunaqa equal high dan yuqoriga chiqib o'sha sell signal bergan, sell signaldan pastga ko'radigan bo'lsak, menimcha o'sha 3000 pipsdan yuqoriroq to buy berilgungacha bo'lgan vaqt orasida berilgan sell 12000 pips, ya'niki 1258 punkt. Bu yomon natija emas, yaxshi natija. Endi biz buni ko'rishimiz mumkin tillada. Tillada ko'rsak bo'ladi buni. Tillada ham juda chiroyli ishlab beradi. Hop. O'sha hamma bozorda qotib qolgan paytda bizni robotimiz qotmagan, обязательно ishlagan. Equal high dan o'sha buy ketishini sababi qaydan yuqoriga qarab ko'tarilgan. Endi bu sizlarga qachon yetib boradi, qachon yo'q bilmadim. Lekin 119,000 pips. Shunaqami? 119 pips, 11 punkt. Adashmayotgan bo'lsam, shunaqa hisobladigan bo'lsak, $11. Harakat. Hop, buy berilgan, buyimiz take profitga yetib olmagan, lekin buy berilgan joydan обязательно buyga yurgan. Mana gap bilan ochilishidan oldingi bo'lgan holatimiz ham equal high'imiz bor ekan, equal high'ga olib yuqoriga ko'tarilgan. 157 pips. 3.75% o'sgan. Buni katta time frame'da ko'radigan bo'lsak, katta time frame'da ham juda chiroyli ishlab beradi. Equal low, high, equal high dan stop loss o'zingizga qarab moslab tushirasizlar обязательно. Hop, bu joydan уже 377 pips. 8.70. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa pulli emas bu. Biz pullik robotlarimiz bor. Ularni ko'rsatib beraman. Hozir test sinovida buni ham alohida video qilamiz. Hammaga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin.